aytdilar, qabr ozligidan 35 ta qabr kamlangan. 35 ta. Ikkita odamga bitta qabr. Kimni birinchi qo'yish kerak? Kimi? Ikkita odamning bittasi qaysi biri afzal? Kim afzal? Bu endi ulug' savob qilganlarchi? Kimni muqaddam qilganlar? Ha? Yo'q. Qur'onni ko'p bilganlarni muqaddam qilganlar. Qaysi bir ko'p yodlagan deydi sahobalar, "Mo ya Rasululloh, ashini avval qo'yadi." Qarang, Qur'on qanday zo'r narsa ekan. Qancha yodlagansiz, siz hozir bilmaysiz, amma porasi ham bor yo'q to'g'risida. Kim ko'p Qur'on yodlagan bo'lsa, bu dunyoda ham, qabrda ham, kerak bo'lsa jannatda ham ko'taradi. Allohning kalomi kallasida bo'lgan odam yutdi bu odam. Qo'lingizdan kelgancha qancha suratlar eplasangiz qo'shib ketavering umringiz davomida. Allohning kalomi qabrda yordam beradi. Payg'ambar alayhisolom ashitda ikki shahid bo'lmasa